Assalomu alaykum aka qadrdonlar. 22-may kunimizga juma. Bu mashinaga qilingan ishlardan hop bir boshdan ko'rsatamiz. Qo'llarigacha qilingan. Ko'rishlari mumkin. Chexollarigacha qilib berganmiz. Kunni material qoplab shumkalarigacha bo'lgan. Bu barlargacha qo'yib berganmiz. Bu yon eshigi ham bor. Kuzatamiz qilib berganmiz. Sondig'imiz bor. Har doimgidek sondig'imiz ishlari. Yon ko'rinishi. Bu yonida ham eshik qismi bor. Eshik qirg'oqlariga ham nijavekalardan foydalanganmiz. Chiroyli qilib qo'yganmiz. Xo'p, orqa tomoniga keladigan bo'lsak, orqasiga mana dujalarimizdan qilib berganmiz. Tepalari nijaveka bo'ladi, baquvvat. Orqa holatlari mana gabaritli chiroqlargacha qo'yganmiz. Ochinchi ham. Ichki holatlari ekasi mana. O'zining ichidan ham plafonlari bor. Yoqib o'chirsa bo'ladi bemalol. Keyin fulidan foydalandilar akamiz. Bu yon eshikda ham, bu tomonda ham yon eshigi bor. Hozir choy qismlari, oldilari ko'rishim mumkin. Hozirimiz Marg'ilonda bemalol aloqaga chiqarib, chiroyli sifatli qilib beramiz. Nijavekalargacha qo'yib, qo'liga birlik list qaytarib berganmiz. Hop, qismdagi. Har doimgidek furniturlarimiz qulf kalitli bo'ladi. Hamma eshigi qulf kalit. Mashinamizda 4 ta eshik bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqarib, chiroyli sifatli qilib beramiz ishlarni xolos.